Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana Qashqadaryo viloyati Urgut tumaniga Nazistonamiz 40 ta qolib keldik. Mana gazetalarga kim uchun xizmatlar kerak bo'lsa, telefon bo'lmasa. Ana aparatlarimiz ishlayapti, aparatura bodidan keyin katalog chiqaryapmiz. Biz ishchilarimiz Qashqadaryo viloyatidan. Qay tumanni ham aytib keting-da, tumanini. Qarshi shahardan biz Qarshi Islomjon elektrik kasbi tumanidan bo'lib ishlaymiz biz mana shu yerda. Sizlarga kattakon rahmat. Yaxshi aparatura berdinglar. Mana ro'zg'orimizni, oilamizni boqayapmiz shu orqasidan. Va tadbirkorimiz va Hoji buvani tadbirkorlari ochilgan, mana tadbirkorlar orqali bizga oyliklar chiqyapti. Shu ishlayapmiz. Hammasiga rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Vaqtingizni amalga Mana qishlar chiqish jarayoni, mana terib qo'ydi 5-6 ta. Mana sifat. Mana zavodda qaqib chiqaradi. Mana qishlar tepalari ham tek cho'tki. Avtomat reska. Kuyish jarayonlari. Chepin plyonkaga yopib qo'yinglar, mana ikkovini ham qurib ketmasin ekan. Sama Qashqadaryo viloyatida Urgut tumaniga Nazistonamiz. Mana qishlar.